Salom hammaga. Bugungi darsimiz estetik video yasash bo'ladi. Videoni boshlashdan avval like bosib qoldiring. Unda birinchi darsimizni boshladik. CapCutga kirib olamiz. Новый proyekt degan nimani bosib olamiz. Keyin o'zimizga kerak bo'lgan videolarni tanlab olamiz. Keyin tekstga kirib kerakli so'zimizni yozib olamiz. Bu video faqat prosi borlar uchun. Bu yerdan tenada nimasini qidirib olamiz. Tenada yozuvini. Keyin yozuv shaklini o'zimizga mos qilib tanlab olamiz. Fonga o'tib, oq fon tanlaymiz. Keyin buni 20 ga tushirib, 15 ga tushirib olamiz. Keyin keyingilarni 0 ga, keyin qolganlarini 10 ga tushirib olamiz. Shunday qilib o'zimizga kerakli bo'lgan hamma so'zlarni yozib olamiz. Men yozib oldim. Endi bo'lsa nima nastroytsining o'shanaqa narsaga kirib, bu uchburchakni tanlab yuziga ko'tarib olamiz. Xuddi shuni 2 marta qaytalaymiz. Keyin filtrga kirib 4K deganni uni ham yuzga o'tkazib olamiz. Keyin hammasini videomizni oxirigacha olib boramiz. Endi sizga ko'rsatilgan narsani ustidan bosib, birinchi chiqqan nimani tanlab olamiz. Animatsionni. Hammasidan shunaqa chiqamiz. Endi nickimizni yozib olamiz. Meni nickim Itselari. Siz o'zingizning nickingizni yozasiz. Tagiga xohlagan so'zingizni yozib qo'yasiz. Men Your Aesthetic Channel deb yozib qo'yaman. Endi bu so'zni pastroqqa tushirib, nimadan shriftdan heaven degan so'zni tanlab olamiz. Heaven. Mana chiqdim, o'tib ketibman. Mana tanlab oldik. Endi animatsiyaga kirib, litsini bosib yuzga ko'tarib olamiz. Keyin videoni oxirigacha shunaqa qilib olib boramiz. Uzr, o'tib ketibman. Shuning bilan videomiz tamom deb o'ylayman men. Yoki bunaqa animatsiyalardan tanlab chiqamiz. Hammasiga shunaqa qilib qo'yib chiqamiz.
Shuning bilan videomizni yuklab olamiz.